Mandarinni po'chog'i. Suhrob jo'ramni taniysanmi? Sal seryozni bo'ling. Azil. Endi ozgina seriozlashadigan bo'lsak jonim, bu haftani boshi bilan sen bilan Maldivga ketamiz. Sohil bo'yida ikkalamiz qo'l ishlashib, Lekin Nusrat? Ya, dili qaraysan, zakonimiz ham, uydagilar yaxshimi? Ko'rinmay ketdingiz. Yurimiz mehnatda, ishda, ish diliga. Uyga kelmay qo'ydingiz. Yo'q, o'tamiz, vaqt bo'lib, обязательно o'tamiz. Bachalaring yaxshimi? Ha, uydagilarni so'ra, обязательно salom aytib qo'y, qaymi Dilijon? Yo'qolib ketmang. Yo'qolib ketadilar, между прочим, biz bu hafta Maldivga ketamiz. Yo'q, endi. Mayli, men bezovta qilmay bermasin. Mayli, yetinglar uyga. Xo'sh. Buni menga qanday tushuntirmoqchisiz endi? Hey, sen mayli, unga qanday tushuntiraman? Xotinim edi u. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. O'zi ana shu moshinchani sotib olaman. Puli ko'p ekan deydi, keyin sразу rozi bo'ladi. Yaxshi qiz, bu toychoq necha pul turadi? Mashinamiz Dongfeng Isles Mage modeli. Oldin 295 million so'm edi, hozir 285 million so'mga skidka narxda xarid qilishingiz mumkin. Normal. Suxu, xolam yaxshilami? Bu xolamning o'g'lida siz ketavering, men o'zim gaplashaman. Zo'y moshin tanlabsan. Buni narxi 320 million so'm, hechim ekanliging uchun 285 million so'mga qo'lib beraman. Qancha? 285 million so'm. Ha, bu yog'i hech deb esh ekanda. Ilhom aka qo'shnimni oqdamasi bor. Ilhom aka hamsoyamni damaschasi bor. Damasiga yarashgan chexollari bor. Damasiga yarashgan signalchasi bor. Dalari inamarga minib kelardi. G'ururiga shu narsa qattiq tegardi. Moshin bozorga bordi Damasni olib. Damas 3 hafta ketdi-ku bozorda qolib. Bir shustirrak bir tishga yordam qilibdi. iPhone'ga prilajeniska chat qilibdi. Prilajenining nomi ekan Abozor. Abozor aslida tez sotar bozor. Bir sutkaga bormasdan Damasni sotibdi. Abozorni o'zidan jendira olibdi. Qishloqda mish-mish yuribdi, demak bir gap bor. Bozor aslida tez sotar bozor. Ey! Xafa bo'lma xotin. Inamarka bo'lmasa ham jentira, normal moshin. Jentira oldi yigitim, oppoq Damas'ni sotib. Mani sevgan yorimni oy jamoli bor. Alo, Labayjonim. Sen bir telefon olmaysan, qayerga yuribsan sen? Darsga edim, o'sha uyga kiribman. Qani bitta video chatash qani menga? Tez. Mana hovlimiz, hozir kiraman. Qalay sevmay bo'ladi bu qizda. Srochna borib, xursand qilmasam bo'lmaydi men jonimni. Yo'lim mana seni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz kim? Mana qo'ying. Buni qarang. Siz qaysi biri? Mana sizchi? Men neyse. Bularni kim bilsa? Aqti kutsak ular ham keladi. Boja. Ya, boja. Zari! Joni! Hayat bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydi, yasha va cha-cha. 94-2000-yillar rahmat sizlarga unib o'sganlaringiz uchun. 2010-yil go'zalacha hamsi ham narsalarni yig'ishtirib uydan ketaman deyotgan ekan vaqir hamsi u hamsi nima bo'ldi urdizmi buni desam, yo'q umrimga urmaganman. Hamma narsasi bu, hamma sharoit bu. Tushunmayapmiz baribir. Jiyan nima bo'ldi o'zi dedim. Mana bular tushunmaydi.
Meni qadrlamaydi. Qadr? Meni lishniy пространствolarim. Lichni пространство? Hamsoya juda noto'g'ri qilibsiz dedim. Qadrlamaymi dedi. Yo'q, urmay noto'g'ri qilibsiz buni. Urish kerak mana, ey, uni ham quvlab uraydilar. U xonadan bu xonaga, bu xonadan bu. UFC'ni bayitlar ham bir-birini buni urmaydi. Bu tarelkalar bilan uraydilar. Biron nima sindirib qo'ysam katastrofa edi. O'zlari urganlar mayli, ishdan kelgandan keyin dadamga aytib, dadam ham uraydilar kamiga. Bular qadr qimmat deydi menga. Asabni tinchlantiradigan narsalar bu. Qisasizni aylantirasiz. Endi o'sha payt bizda bo'lganmiz-da, dadam bilan urush qilsalar ham kelib bizani uraydilar. Ovqatda bo'lsa ham bizani uraydilar. Hamsoyaga ketmon bersam ham kelib uraydilar. Bu yerma degandim-ku, hamsoyaga ketman deb. Yiqilib qo'limiz singan paytiga ham mardlikka olib, yaxshi hammasi deb turgan joyingizga ham kelib, "Ha, kuchuk bachcha, aytdim-ku senga, o'ynama dedim, sen o'ynama dedim." deb ham urganlar-da. Birontamiz o'lganimiz yo'q. Yo ota-onamiz yomon ko'rib bir dushman bo'lib qolganimiz yo'q. Juda yaxshi ko'ramiz. Nima qilsak shular bilan maslahatlashib qilamiz. Jonimga sizlarni yaxshi ko'raman. Qadr qimmat deganimiz yo'q. Lishni prinsip Frans dash aytolmaymiz mana bunaqa gaplarni. Bular menga qadr qimmat. Qadringni ko'rsatib borib chiqib kelay ustiga, harom. Hech qachon xotiningdan puling bormi deb so'rama, sirazi ber. Axirgi tuninggacha ber. O'zingga bir so'm qilmasin, pishkon borib kel, lekin xotining puli bo'lsin doim. Sani puling. Bu xotiningning puli. Xotiningning puli. Maniki. Mana o'zini puli. U yig'adi, xohlagan narsasini oladi, ota-onasiga beradi, aka-ukalariga. Xullas o'zini shaxsiy puli. Xotining o'zidan o'zi senga savol berishi mumkin. Dunyodagi eng chiroyli ayol bilan uchrashuvga chiqarmidingiz yoki men bilanmi? Sen nima deysan? Sen bilan chiqaman xotin deyman. Xotining seni g'ap etib tuzoqqa ildirdi. Nima deb javob berishim kerak? Xotinjon, dunyodagi eng chiroyli ayol bu sen men uchun. Men sen bilan chiqaman, sen. Telefoning paroli nima? Nol hammasi. Men senga noto'g'ri tarbiya beramanmi? Baxtli yashamoqchimisan? Xotining tug'ilganmi? Tug'ilgan kuni bormi? Ana shuni qo'yishi kerak parolga. O'shandagina sen eng yaxshi er bo'la olasan. Agar butun plankani ko'tarmoqchi bo'lsang, qaynonangni tug'ilgan kunini qo'yishing kerak. Xotiningni Dubayga olib bor. Antalya, Italiya, Fransiya, London, dunyoni aylantir, ko'rsat hamma yo'g'ini toki sizga tegib nima ko'rdim deya olmasin. Qiz farzand ko'rsang, ismini nima qo'yasan? Men Nafisa deb qo'yaman. O'yling o'shaga urush ajrashamangacha borasan. Nimaga? Xotining boshlaydi. Bu o'ynashingizning ismimi? Mendan oldin uylanmoqchi bo'lgan qizingizmi? Kim bu, sevganingizmi? Yet olmaganmisiz? Agar o'g'illi farzand ko'rsang, Qatya, shuni men qo'yarman. onang qo'yarlar, uni ham ismini. Xullas hech kimsan-da. Katta opalar yana temada. Bir kunga 300 ming dollar qiyran topaman, aka. Alo. 1 soatda o'sha 30 ming dollarni mendan olib ketasan. Ha. Senga. Voy, Dani, serios mangami? Qaysi rangdan olay, ha? Uchalasini ham ob-havoga qarab ishlatib berasan. Jo'ralarim oldiga borgim kelmayapti-da. Nimadir ishonarli bahona bo'lsa, shuni chopib yorsam shularni. Kasalman de. Kecha kasal edim-da. Mashinam ustada de. Mashinam yo'q-ku, hammasi biladi mashinani yo'qligini. Endi bor. Kechagi sariq sochli dugonang gaplashib-ye. Jinnimisan? Kallang ishlaydimi, ha? O'ylab ko'rib gapir. Qora sochligini to'g'rilab beraman, puli ko'p. Ha? Tinchlik bo'lma, uyimga keling. Pulim kerakmi yo'q? Yo'q, uydagilar uylantiramiz deyaptilar-da, o'shanga. Zo'r-ku. Uylan. Yo'q, men qiz yoshda yoqmadi. Shu sen onamga zo'r dugona bo'layding. Senga uylanmoqchi edim. Ya oylik kammi sanga? Oylik 25 million. Og'ay выходнойsiz ishlayapsanmi? 4 kun dam, 3 kun ish yuzi. Ha, nima kamchilik, nima kamchilik? Hammasi normal, shu bo'shliq qildim, необычный. Bo'shliq? Manga qara. Lava bo'shliq. Kallit ko'rinibmi? Mehmon kelgan qirgiz. Mehmon kelganmi? O'z kirgizaman bo'shliq. Meni Muhammad Amin Nusratovich chaqiruvdilar. Sizni kutib turibdilar, marhamat. Shikalat ekan-ku. Ruhiy diplomatimni ol. Hozir olib chiqaman. Shu diplomat bo'lsa kerak. Bu motion netpul. Xo'p, bu Dongfeng modelimiz 1,5 atmosferli motor, 123 o't kuchi, 5 o'rindiqli avtomashinamiz. Narxi esa 232 million 800. Bunisi-chi?
Dongfeng GS avtomashinamiz 244 million 800. Boshliq, mana shu sotib olamizmi? Qizlarni gapirib turibman, kod xalaqib berma. Men o'ylagandek hech bo'lmagandek kichkina xo'jayin. Mana shu ichish xotirani pasaytiradi. Ichiverib bir kun dubbul qolamiz. Lekinda kel qarang. Ammo qarang, bekallarni qarang. O'zi katta eshikni ochadi endi. Ochib yoradi u. Ey! Gelazotga qarab o'ch, shuni ochma. Bularni qara. Taqillat yotibda ochmaysanlarmi? İsmi? Bu. İyi. Yo'q, aka yemayman. Iloyim onajoningni tug'ilgan kunlari bo'lsin-da. Tabii shu bijoningni tug'ilgan kunlari bo'lsin-da. Agar xotiningni olgan xotinimga Shuna kiraman, gulni beraman, tabriklayman, chiqaman. Ya o'zi bu 14-fevral o'zi bizning bayramimiz emasdan. Men shu bugun xotinimga telefon qilmay, chopaylik shuni kirib uyimga ham kirmayman. Zakonni Dyson deganlarim. Siz Dysonni nima qilyapsiz? Sochimda. Qaysi sochingga? O'sa? Mana qo'y uni qara. Mana iPhone kupe, restoran plati, xotin bayraming muborak bo'lsin. Ba'zi mening umrak tak. Xotin qo'lsa maksimum. Ha. Biraz stomatologga kelmagandirsan? Yo, tualet qidirib kirdim. Mirjon kerak ko'rinmaydi, Mirjon qani? Mirjon. Aka, aform qilaveraymi? Puli eng qimmatini aform qiling. Odamlar bitta pochka bilan ham yashayapti. O'lmaymiz. Mana sevgi, mana muhabbat, mana kreativlik. Qanay mani xayolimga kelmadi. Ikkita pochkamni, jigarimni sotib qo'ysa ham, xotinimga gelik olib beraydi. Ulguramiz, yurajon. Ey, bitta gul olsalaring arzon bo'ladi-ku. Doktor 2 kishimiz ha, 4 ta pochka. Bitta jigaram. Bitta jigaram.